Yo hammalarga salom. Bugun sizlar bilan o'sha Islom. Bugun Level Devil o'yini ikkinchi qismi. Ana ketdik. Sizlarga aytdim 5 ta like dan keyin chiqaraman dedim. Mana 5 ta like bo'pti. Aytdim, negadir ko'nglim g'ash dedim. Bu Level Devil asab buzar o'yini ikkinchi qismi desak ham bo'ladi. Oy ulgurganimizni qaranglar. To'xtanglar. Aytdim. Bekorga sakrabman. Bu safar bizni aldamadi. Bu safar yey. Sal qoldi o'lishimizga. O'lishimizga emas, o'lishimga. Agar keyingi video chiqishni xohlasanglar, bu videoga 10 ta like. Voy, aytdim ha, cho'tta bu. Voy, o'zim ham ko'nglim sezuvdi bu. Qandaydir nitoligini qatga sakrasak bo'ladi. Betga sakrasak, mayli. Harakat qilamiz. Bu safar aldamadi bizni. Ana. Davay. Yaxshi qilyapti. Yaxshi. Hozircha qaranglar, lekin hozir keladi. Ko'nglim g'ash dedim cho'ta. Sakrashni bossak, bo'lsa chiqqanlarga yem bo'lardi. Qanaqa yem bo'lamiz? Davay. Atigi 3 ta imkoniyatmi? 3 ta ham bo'lsak video tugaydi. Ana 2 ta video, 2 ta imkoniyatimiz qoldi. Bu yoqqa yuramiz. Bo'ldi. Mana tezroq qaranglar. Shekam nimadir bo'ladi hozir. Aytdim, nimadir bo'ladi deb. Asab bizlar voy 3 marta o'ldik. Sizlar bilan o'sha Islom bo'ldi. Keyingi video chiqishi uchun 3-chi qismi 10 ta like yig'inglar. Hammalarga xayr.